Ehtiyot bo'lasizlar, chunki bu judayam chiroyli. Assalomu alaykum Golden Lux podpishchilari. Men sizlarga bugun Golden Lux Gold svetdagi to'shaklarini ko'rsataman. Вообще asal. Yostiqlarimiz qaranglar qanaqa chiroyli. Bu birinchi kelgan partiyadagi to'shagimiz eng oxirgi nabori. Kim ulgisi ulgib qoldi? Bilasizlar, birinchi kelgan narsa har doim birinchi. Judayam napiz, ipaklari toza, yostiqlari ham chiroyli. Keyin kelganlarimiz ham jicha qalinroq keldi, bunga o'xshamadi. Voy, buni qarab o'zim maza qilib sotgim kelmayapti, lekin sotmasam bo'lmaydi. O'zimda to'shalarim juda ham ko'p. To'shalarimiz 3,5 metrli bo'lib, orqalari gold satin, chekkalari arqon, yostiqlarimiz 65 ga 70 razmerda 12 ta, orqalari bambukli. Bu videolarimizga albatta like bosasizlar, narxini bilish uchun kommentariy yozasizlar, lichkalarga yozaman, narxini aytmayman. Sizlarni albatta kutib qolamiz. Qirg'iziston Qorasuv bozori 10-qator 96-97 konteyner. Sizlarni albatta kutamiz. Bu variantlarda metrajlarimiz bor.